Chorniy tochka va pomidorlardan charchab ketgan, toshmalardan, muammoli yuzlardan charchab ketgan ayol qizlarimizga mo'ljallangan Oli brendidan aynan olmali toner pad tavsiya qilaman. Shunaqangi o'zimga yoqdi qizlar. Men buni bittasini o'zimga olib keldim, bittasini sotuvga olib keldim. Proba uchun menga nimasi yoqdi? Buni sostavida AHA, BH, PH kislotalari bo'ladi. Ya'ni toshmalarga, pomidorlarga, ugrilarga, chorniy tochkalarga ideal ishlaydi. Aktivniy kislotalarni aynan hamma 3 xil eng kerakli aktivniy kislotalari sostavida bor. Ya'ni bu degani sizga ham uvlajniya beradi, ya'ni qurt vormaydi, yuzingizni namlangan holatda ushlab turadi. Undan tashqari olma ekstrakti bo'lgani hisobiga sizga yoshartiruvchi effekt beradi va AHA, BH, PH kislotalari bo'lsa piling sifatida o'tadi. Ya'ni siz har kuni yoki bo'lmasa kunora piling qilganingiz hisobiga har doim yuzingiz tiniq, chiroyli, oppoq bo'lib turadi va ortiqcha kasallangan terilik hech qachon yuzingizda xalaqit berib, tonalkalaringiz yig'ilib qolishiga sababchi bo'la olmaydi. Undan ham tashqari kameliya bo'lgani uchun yuzingizni tinchlantirib ham turadi, ya'ni razrajeniya, allergiya berib olmaydi. Undan ham tashqari har xil bakteriyalarga qarshi bo'lgan antioksidanti ham sostavida bo'ladi va viola ekstrakti bilan yuzingiz himoyalangan holatda turadi. Qizlarjolar, ayniqsa makiyajdan oldin bundan foydalanadigan bo'lsanglar, yuzingizga tonalkalar prosta tiniq yotadi va tabiiy darajada tonalkasiz ham yuzingizning o'zini holati har doim tiniq, oppoq va chiroyli bo'lib turadi. Aynan yuzim xira bo'lib ketgan, qanaqadir rangi yo'q, tiniq emas degan qizlarimizga eng kerakli narsa deb ayta olaman. Aynan shu uchun ham yuzim makiyajsiz ham ideal holatda tiniq bo'lib tursin deb o'zimga ham bittasini olib qolaman.